alaykum qadrdonlar. Ko'pchilik ijtimoiy tarmoqda, TikTokda, YouTube'da kommentariy qoldiribdi. Hozir men endi shu universal stolga ozgina fikr bildirib o'taman. Doktor, grijam bor, shuni sotib olsam tuzalamanmi? Olaman, bo'ldi, tuzalaman degan ko'pchilik yozyapti. Yo'q, qadrdonlar, bu to'g'ri, belni cho'zadi, oyoqni osmondan qiladi, boshingiz pastga tushadi, bel og'ir, tana og'irligi bilan cho'ziladi. Qisilish, dekompress, ya'ni protruzia, grijalar bo'lsa foydasi bor. Foydasi yo'q demayapman, foydasi bor. Lekin u o'ta qattiq grijalar, bel og'rig'i, juda ham qattiq holatda bunda tortib bo'lmaydi. Tushunyapsizlarmi? Buni bo'ldi, bozordan, magazindan 2 million, 3 millionga oldim, meni grijam tuzaladi degan fikr bo'lmasin. Chunki buni ham o'zini o'rni bor. Mana buni ham o'zini o'rni bor, masalan, mana tortaydigan moslamamiz bor. Tushunyapsizlarmi? O'zimizning muolajamiz bor, udarniy texnika. Buni o'sha og'riq sal kamayganda tortiladi, qisilishlarda oldini olib beradi. Shu. Buni oldingiz tamom, tuzaldingiz degan gap emas. Profilaktika, buni hatto sog'lom odam qilib tursa foydasi bor. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, qadrdonlar. Belinglar og'risa murojaat qilinglar. Kanalimizda, gruppamizda nomerlar bor. Omon bo'linglar.